Milliy tiklanish partiyasi o'zining asosiy siyosiy raqibi sifatida qaysi partiyani ko'radi? Yangi O'zbekiston islohotlari bilan boshqa O'zbekistonga aylandi. Hayotda baxtli yashash uchun oliy ta'lim diplomi talab qilinmaydi. Jamiyat taraqqiyoti mamlakatimizning qudratli bo'lishi uchun bu muammolarni aynan shu yo'llar bilan bartaraf qilish kerak deb hisoblaymiz. Partiya raisi sifatida sizni qancha o'rin qoniqtiradi? Mamlakatimizning boylari saxovatli bo'ladi. To'siqlarni tartibsiz bartaraf etish emas va to'g'ri yo'nalish bo'yicha to'siqlarni bartaraf qilish kabi masalani biz yechimini aynan sizga yuqorida aytib o'tgandek ko'ramiz. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Bilasiz, O'zbekistonda 27 oktyabr muhim siyosiy jarayon Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda mahalliy kengashlar deputatligiga saylovlar bo'lib o'tadi. Shu munosabat bilan bugungi suhbatdoshimiz Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari Alisher Qodiyev bo'ladilar. Xush kelibsiz Alisher Keldevich. Assalomu alaykum. Savol-javoblarga o'tamiz. Markaziy saylov komissiyasi tomonidan siyosiy partiyalarning saylovda ishtirok etishiga ijozat berish to'g'risida qaror qabul qilindi. Xo'sh, partiyaning endigi harakatlar qanday bo'ladi? Endi navbatdagi ishlar tumanlardagi partiya tashkilotlarimiz tashkilotchiligida tuman konferensiyalarni o'tkazish, viloyat partiya tashkilotlarimiz tomonidan viloyatlarda tashkiliy choralarni ko'rish hamda partiyamizning asosiy qaror qabul qiluvchi instansiyasi hisoblangan qurultoy majlisiga tayyorgarlik ko'rish. Ushbu partiya majlislari orqali biz endi saylovlarda ishtirok etuvchi nomzodlarni tasdiqlatib olamiz hamda saylov targ'ibot tashviqot ishlarini boshlaymiz. Saylovlar asosiy o'rin tutadi partiya hayotida. Partiyaning saylovoldi dasturida bu yil odamlar nimani ko'radi? Partiya doimo o'zini asosiy g'oyasiga tayangan holda saylovchilarga yuzga chiqqan va bu g'oyamiz bizni doimo taraqqiyot qadriyatlariga tayanish kerak degan g'oyaga tayangan poydevor g'oya aynan shu bo'lgan. Bizni partiyamiz mamlakatimizni iqtisodiy rivojlanishini, ijtimoiy muammolarni bartaraf etilishini hamda siyosiy qarorlarni barchasi milliy manfaatlarimiz, jumladan qadriyatlarimizga tayangan. U milliy qadriyatlarimiz hamda umuminsoniy qadriyatlarni hurmat qilgan qarorlar bo'lishiga alohida e'tibor qaratadi va partiyamizning barcha ilgari suradigan g'oyalari aynan shu g'oya poydevoriga quriladi. Demak, g'oyalar aniq. Endi targ'ibot tadbirlari yaqinda boshlanadi va bu muhim o'rin tutadi saylovlarda targ'ibot. Xo'sh, xalqqa mana shu targ'ibot tadbirlari orqali qanday yangi usullar bilan g'oyalarni yetkazmoqchisizlar? Bugun butun dunyoda keng qo'llanilayotgan siyosiy texnologiyalar, saylovchilarni ko'ndirish, saylovchilarga aynan g'oyani qisqa va lo'nda yetkazib bera olish juda muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Axborot dunyosi desak agar adashmaymiz, bugun xabarlarni aynan shu iste'molchiga to'g'ri yetkazish qanchalar muhim bo'lsa, saylovchiga ham partiya o'z g'oyasini tushunarli, qisqa va lo'nda tushuntira olishi natijani hal qiluvchi muhim omil hisoblanadi. Aynan shu sababli partiya bugun targ'ibot tashviqot usullarini eng zamonaviy shakllaridan keng foydalanish bo'yicha o'zining xos tajribaga ega. Bunda ijtimoiy tarmoqlar, bunda ommaviy axborot vositalarining barcha yo'nalishlari, jumladan gazetani o'sha ommaviy axborot vositalarini eng ta'sirchan qurollardan biri sifatida joylarda aholini eng quyi qatlamlarigacha tarqatish kabi siyosiy texnologiyalardan foydalangan holda partiyamizning g'oyasi hamda saylovchilarga aytmoqchi bo'lgan fikrlarini tushunarli va qisqa yetkazib berishga harakat qilamiz. Tushunarli. Saylovoldi targ'ibotida debatlar muhim ahamiyatga ega. Buni barcha yaxshi biladi. Xorij tajribasida ham, mahalliy tajribada ham. Milliy tiklanish partiyasi siyosiy debatlarga tayyormi va ochiqmi? Milliy tiklanish partiyasi doimo raqobatga va muhokamalarga tayyor. Partiya o'z g'oyalarida ishonch bilan o'z takliflarini beradi va barcha partiyalarni o'sha taklif qilayotgan g'oyalaridan bizni g'oyalarimizni ta'sirchanroq hamda samaraliroq ekanligini saylovchiga yetkazish uchun
har qanday muhokamalar, har qanday debatlar, har qanday tortishuvlarga doimo tayyor bo'lgan va bundan keyin ham tayyor bo'ladi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Sababi ommaviy axborot vositalari asosiy mazmunni shu debatlardan olishadi. Yuqorida aytdingiz, raqobatga tayyormiz deb. Endi keling raqobat haqida gaplashamiz. Milliy tiklanish partiyasi o'zining asosiy siyosiy raqibi sifatida qaysi partiyani ko'radi va nima uchun? Bilasizmi, bugun O'zbekistonda aynan siyosiy partiyalar hamda siyosiy g'oyalarni rang-barangligi masalasi bu yangi tushuncha desak agar xato bo'lmaydi. O'zbekiston mana 30 yildan beri, 33 yildan beri mustaqillik davrida aynan parlamentarizm, g'oyalarni xilma-xilligi, rang-barangligi kabi bir muhitda rivojlanmoqda. Aynan shu muhitda g'oyalarni turli bo'lishi va ularni siyosiy madaniyat bilan tortisha olish masalasi mamlakatimizning taraqqiyoti uchun juda ham muhim ahamiyatga ega. Aynan shu jarayonda bugun Milliy tiklanish partiyasi ham o'sha birinchi tashkil etilgan kundan boshlab o'zini aynan ustuvor g'oyasi sifatida barcha taraqqiyotlarni qadriyatlarga tayanish kerak degan g'oyaga tayangan holda saylovchilarimizga O'zbekistonning rivojlanishini o'z qarashlarini taqdim etib kelmoqda va ma'lum ma'noda albatta qo'llab-quvvatlashga erishmoqda. Endi raqobatga keladigan bo'lsak, albatta barcha partiyalar o'z qarashlariga, o'z fikrlariga ega. Mana shu parlament saylovlari muhitida barcha partiyalar o'z g'oyalari bilan saylovchilar oldiga chiqqan paytda bu yerda g'oyalarni xilma-xilligi o'z-o'zidan ko'zga tashlanadi va bunday muhitda shu g'oyalarni orasidagi raqobat parlamentda yaqqol ko'rinib qoladi. Bu saylovlarda o'ylaymanki, butun dunyoda ustuvor ahamiyatga ega bo'layotgan g'oyalardan biri sifatida tabiatdagi muammolar, ekologik muammolarni baralla ko'tarib chiqa oladigan ekologiya partiyasi hamda bugun dunyoda juda katta muammolar o'z yechimini kutayotgan soha sifatidagi ijtimoiy masalalarni, sotsial tenglik, ijtimoiy tenglik kabi masalalarni ko'tarib chiqadigan Xalq demokratik partiyasi kabi partiyalar albatta butun taraqqiyotni qadriyatlarini yo'qotmagan millatlargina amalga oshirishi mumkin degan ustuvor g'oyani muhitida mana shu g'oyalar menimcha o'zaro raqobat qilsa kerak. Demak, ochiq aytganda Xalq demokratik partiyasi va ekologik partiya, xo'sh, qaysi yo'nalishlarda siz ularda raqiblikni ko'ryapsiz? Mana bugun dunyoda o'sha iqtisodiy muammolar girdobida qolayotgan dunyoda aholini ijtimoiy ko'makka muhtoj bo'lgan qismlari butun dunyoda ortib boryapti. Ya'ni boylik oz bir aholini qo'lida saqlanib, juda aholini katta qismida demak o'sha ijtimoiy muammolar jamlanib qolyapti. Bizni jamiyatimizda ham bu masala begona emas. Aynan shu ayniqsa masalan sobiq sovet g'oyaviy, mafkuraviy muammolarini hali o'zini ustidan to'la otib yubormagan jamiyatimizda aynan shu ijtimoiy muammolarda bartaraf etilishi uchun bevosita davlatni bosh rolda bo'lishi, bu muammolar, bu masalalarning yechimida demak davlat byudjetini ahamiyati kabi masalalar bugun xalqimiz uchun ustuvor vazifalardan biri bo'lyapti. Aynan shu sababli mana konstitutsiyamizda O'zbekistonni ijtimoiy davlat sifatida e'lon qilindi hamda ijtimoiy muammolarni bartaraf qilish uchun ustuvorlik berilyapti. Bu sotsial demokratiya g'oyalarini ilgari surayotgan partiyalar uchun qo'l kelishi mumkin. Lekin biz bu masalaga butunlay boshqacha qaraymiz. Ya'ni biz bugun saylovchilarga aynan shu farqlilikni tushuntirib berishga harakat qilamiz. Masalan, sotsial demokratlar ijtimoiy davlat degan tushunchani mani ijtimoiy muammolarimni davlat hal qilib berish kerak va ularni manbasi davlat byudjeti deb qaraydi. Biz unday deb qaramaymiz. Chunki bunday masalalarni, ya'ni aholini to'q va muhtoj qatlamlari orasidagi munosabatlarning yechimi bizni qadriyatlarimizda o'z aksini topgan. Doimo insonni qaysidir qismi boyroq yashagan, qaysidir qismi o'sha to'kinlikni orzu qilib yashagan. Bu va bunga sabab nafaqat davlat iqtisodiy siyosati, balki albatta shaxslarni imkoniyatlari, salohiyati, qobiliyati ham hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan. Qobiliyatsiz insonga qobiliyatni singdirib bo'lmaydi. Masalan, aynan shu sababli xohlaymizmi yo'qmi jamiyatda bu tabaqalanish bo'ladi.
bizni qarashimiz qadriyatlarimizda boylarni ma'rifatli bo'lishi hamda saxovatli bo'lishi bu tariximizda bor va ko'makka muhtoj bo'lganlarni shukronali bo'lishi kabi masala. Biz ijtimoiy davlat degan tushunchada davlatni siyosati mamlakatdagi o'sha ko'proq imkoniyatga ega bo'lgan, daromadi ko'p bo'lgan qatlamni daromadi kamroq bo'lgan qatlamga ko'rsatgan ko'magini davlat tomonidan rag'batlantirilishi deb tushunamiz. Davlat ijtimoiy ko'makka muhtoj bo'lgan aholiga yo'naltiradigan investitsiyalarni bevosita byudjetni manba sifatida foydalanmasligi, balki o'sha daromadi ko'p bo'lgan qatlamni o'z xohishi bilan saxovatli bo'lishi kabi masalalarga e'tibor berishi va ularni rag'batlantirib borishi ijtimoiy davlat tushunchasi sifatida qabul qilamiz va bu bizni qadriyatimizga uyg'un masala. Hech qachon bizni millatimizda bir ko'chada bir boy odam yashagan bo'lsa, o'sha odam o'zini shu ko'chasida yashayotgan muhtoj bo'lgan odamni muhtojlikka tashlab qo'ymagan. Qiyin paytda unga yordam bergan, uni ijtimoiy muammolarini bartaraf etishga ko'maklashgan va bu bizni qadriyatimiz hisoblanadi. Agar biz aynan shu qadriyatlarga tayangan iqtisodiy yechimlarni agar taklif qiladigan bo'lsak, bu O'zbekistonning o'ziga xos ijtimoiy siyosati bo'ladi va o'ylaymanki, dunyoda hatto namuna bo'lishi ham mumkin. Aynan shu masalada agar biz aynan shu fikr bo'yicha sotsial demokratlarni fikrini ustuvorligi yuzaga keladigan bo'lsa, unda biz tariximizda afsus noto'g'ri namuna bo'ladigan sotsializm qarashlarini hamda o'sha sobiq ittifoqdagi iqtisodiy siyosat aholini barcha ehtiyojlarini byudjet hisobiga qondirish kabi masalalarni ga qaytish hisoblanadi va o'ylaymanki, O'zbekistonning taraqqiyot yo'li bu emas. Mana shu sotsial demokratlar bilan bizni raqobatimiz aynan shu g'oyani ichida turli qarashlar saylovchilarga qanday tushuntirib berishga bog'liq. Va albatta ekologiya masalalari bugun dunyoda eng ustuvor muammolardan biri bo'layapti. Ekologiya muammolari bilan agar faqat biz ekologiya partiyasi shug'ullanadi desak xato bo'ladi bu. Biz ona tabiatga bo'lgan munosabatni to'g'ri tarbiya qila olishimiz kerak. Masalan, Milliy tiklanish partiyasi aholini vatanparvar bo'lishi, qadriyatlarga munosabatini o'sha hurmatli bo'lishi kabi g'oyalarni ilgari surish bilan birgalikda o'sha vatanparvarlikning ichidagi ajralmas qismi vatanimizni tabiatiga va umuman tabiatga bo'lgan munosabatni eng muhim masalalardan biri sifatida ko'radi va bu masalani aynan shu bolalikdan boshlab to'g'ri tarbiya qilinishi kerak degan fikrni qo'llab-quvvatlaydi. Bu qarashda ehtimol qaysidir ma'noda biz ekopartiyani hamkorimiz sifatida ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi, lekin bu masalalarning yechimi bo'yicha bizni takliflarimiz hamda ekologiya partiyasi tomonidan taklif qilinadigan masalalar albatta bir-biriga uyg'un bo'lmasligi mumkin. Aynan shu yo'nalishda o'ylaymanki, raqobat yuzaga keladi. Raqobat yaqqol ko'zga tashlanadi demak. Bizni taxminlarimiz aynan shu yo'nalishlarda bo'ladi. Tushunarli. Milliy tiklanish partiyasi o'tgan saylovlardagi natijalardan qoniqadimi yoki ko'proq joy kerakmi? Biz doimo parlament saylovlarida yetakchi partiya bo'lish uchun harakat qilganmiz. Chunki bizni shu ilgari surayotgan g'oyamiz parlamentda ustuvorlikni taqozo qiladi. Shu sababli barcha parlament saylovlarida biz aynan shu yetakchilikka harakat qilganmiz va qaysidir ma'noda maqsadlarimizga erishmaganmiz. So'nggi parlament saylovlarini agar kuzatadigan bo'lsangiz, biz muntazam, barqaror ikkinchi partiya bo'lib kelyapmiz. Bu lekin bizni bu safargi chaqiriqda ham juda ko'p xohlagan maqsadlarimizga erishishimizga imkoniyat bermadi. Aynan shu sababli bu safargi parlament saylovlarida jiddiyroq va yana ham ko'proq harakat bilan, samarali harakatlar bilan biz yana o'sha yetakchi partiya bo'lish uchun, ya'ni o'rinlarimizni ko'paytirish uchun va maqsadlarimizga erishish uchun harakat qilamiz. Alisher Keldovich, ochiq aytadigan bo'lsak, partiya raisi sifatida sizni qancha o'rin qoniqtiradi? Qonunchilik palatasida bugun 150 nafar deputatlarning o'rni bor. Agar bu o'rinlarni 75+1 o'rni olinadigan bo'lsa, bu yerda demak qarorlarni qabul qilishda ustuvorlik va keng imkoniyatga ega bo'lasiz. Juda 75+1 ni agar bizga saylovchilarimiz ishonib topshirmagan taqdirda ham
kamida 50 nafar o'rinni olish va qaysidir o'zimizga g'oyaviy yaqin bo'lgan partiyani birortalari bilan hamkorlikda maqsadlarimizga erishishni maqsad qilyapmiz. Tushunarli, omad tilaymiz. Aralash saylov tizimi mamlakatimiz uchun yangi tizim. Xo'sh, Milliy tiklanish demokratik partiyasi bu aralash saylov tizimiga tayyormi? Bu imkoniyatmi sizlar uchun yoki jiddiy sinovmi? E'tibor bergan bo'lsangiz, 2019-yil saylovlaridanoq bizni partiyamiz O'zbekistonda bugungi saylov tizimi uchun proporsional saylov imkoniyatlarini maqsadga muvofiq ekanligi haqida takliflar bergan. Bu saylovoldi dasturimizda ham o'z aksini topgan edi. Biz proporsional saylov tizimini O'zbekistonda bugun joriy qilinishini o'zimizni albatta muvaffaqiyatlarimizdan biri sifatida hisoblaymiz va bu bugungi kundagi O'zbekiston saylovchisi uchun juda ham muhim ekanligini ta'kidlaymiz. Nimaga? Chunki proporsional saylov tizimi bugun saylovchini ovoz berganini bir shaxs sifatida emas, balki siyosiy partiya ekanligini belgilab beradi. Saylovchi bir shaxsga ovoz berib, undan ko'p natija kutmasdan butun bir boshli jamoaga ovoz beradi va jamoadan, ya'ni siyosiy partiyadan aniq, samarali va ta'sirchan harakatlarni kutadi. Bugungi o'zbek saylovchisi uchun aynan bu biz o'ylaymizki maqsadga muvofiq. Shu sababli biz o'ylaymiz proporsional saylov tizimi biz uchun yangilik emas. Biz 2019-yilda proporsional saylov tizimi bo'yicha o'zimizni tashviqot, targ'ibot ishlarimizni olib borganmiz va bu masalada bizda yetarli darajada tajriba bor va bu tajribalarimiz ishonchim komil bu safargi parlament saylovlarida bizga juda ham qo'l keladi. Tushunarli. Bilasiz, O'zbekiston 2030 strategiyasi bor bizda. Milliy tiklanish partiyasi saylovoldi dasturlarida aynan ana shu strategiyadan qanchalik foydalandi va strategiyaga munosabatingiz qanday? Yangi O'zbekiston islohotlari bilan boshqa O'zbekistonga aylandi. O'zbekistonda nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy ma'noda ham juda katta o'zgarishlar amalga oshdi. Va bu yangi O'zbekistondagi yangi realliklar aynan O'zbekiston 2030 strategiyasi bilan bevosita chambarchas bog'liq. Biz bu strategiyani nima uchun qo'llab-quvvatlaymiz? Chunki bu strategiya O'zbekistonni tom ma'nodagi o'z qadriyatlarini hurmat qiladigan, qudratli, 3000 yillik davlatchilik tajribasiga tayana oladigan va siyosat yurita oladigan bir davlatga aylantirmoqda. Va biz albatta bu strategiyani bevosita avtori sifatida davlat rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni ko'ramiz va prezidentlik saylovlarida davlat rahbarini nomzodini qo'llab-quvvatlashimizda ham aynan mana shu strategiyani to'g'ri yo'lda ekanligi va bu strategiyada partiyamizni ilgari surayotgan g'oyalarini yaqqol aks etayotganligi sabab bo'lgan. Shu sababli o'ylaymanki, O'zbekiston 2030 strategiyasi O'zbekistonni o'zgartiradi va O'zbekistonni mana shu davr ichida yangi biz kutayotgan qadriyatlarga tayangan va kuchli o'z an'analariga ega va dunyo siyosatida o'z so'ziga ega bo'lgan kuchli bir davlat sifatida shakllanishiga olib keladi. Partiya o'z saylovoldi dasturlarida O'zbekistonni 2030-yilgacha rivojlanish strategiyasidan keng foydalangan va u yerda biz ishonchimiz komil O'zbekistonni hamda partiyamizni muvaffaqiyatga erishadigan g'oyalari o'z aksini topgan. Yuqorida raqobat haqida gaplashdik. Raqobat to'g'ri saylovoldi tashviqotlarida eng avjiga chiqadi va yurtdoshlarimiz ham odatda o'ylashadiki, bizning partiyalar saylovoldi jarayonlarda faqat bir-biri bilan raqobat qiladi, qolgan paytlarda do'st tutinadi deydi. Siz shunga qanday javob bergan bo'lardingiz? O'zida siyosiy partiyalar o'rtasida raqobat qanday ketyapti bugun? Men bu fikrga albatta qo'shilmayman. Bilasizmi, siyosiy partiyalar orasidagi raqobat saylov paytida albatta keng siyosiy maydonga chiqadi va partiyalar u yerda o'sha bosh ustuvor g'oyalari asosida raqobatga kirishadi. Lekin mana shu chaqiriqda yangi O'zbekistonni muvaffaqiyatlaridan biri sifatida shuni aytish mumkinki, bugun qabul qilinayotgan har qanday qonun yoki hukumat tomonidan qabul qilinayotgan qarorlar, bevosita aytish mumkin, mamlakatimizning bosh hujjati hisoblangan byudjet taqsimoti kabi masalalarda siyosiy partiyalar nafaqat g'oyada, balki har bir qaror ustida raqobat qilishdi. Qonunlarni agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, butun bir boshli qonunni maqsadi emas, balki u qonunni har bir moddasidagi maqsadi partiyalar tomonidan tortishuv bo'layapti. Masalan, parlamentni tajribasida kam uchraydigan holatlardan qonunlarni rad etish kabi amaliyot juda ko'p uchradi bu safar. Negaki partiyalarni ayrimlari shu qonunni qo'llab-quvvatlagani bilan, lekin ko'pchilik imkoniyatga, ovozga ega bo'la olgan partiyalar qonunlarni rad etishga ham erishyapti. Mana shu yerda agar saylovchilar diqqat bilan e'tibor beradigan bo'lsa,
bugun raqobat faqatgina saylov paytlarida emas, balki bevosita hayotimizda, parlamentda, xalq uyi hisoblangan parlamentda, ya'ni har bir o'sha saylovchini vakillari o'tirgan joyda yaqqol ko'zga tashlanyapti. Shu sababli men bu fikrga qo'shilmagan bo'lardim, lekin albatta tan olib aytishimiz kerak, bu tajriba asta-sekinlik bilan keng jamiyatga yoyilishi va g'oyalarni tarafdorlarini orasida ham qaysidir ma'noda o'sha fikrlar xilma-xilligi, fikrlar turliligi oqibatida jamiyatdagi keng taraqqiyot uchun olib keladigan harakatlarning yuzaga kelishi kerak. Partiya o'tgan safar ham, undan oldingi safar ham saylovlarda ishtirok etgan va sizning partiyangizda saylovoldi dasturlari bo'lgan. Xo'sh, o'sha yerdagi vazifalarga qancha erishdi partiya? Partiya raisi sifatida nimalar deya olasiz? Nimalar qolib ketdi? Biz 2019-yildagi saylovoldi dasturimizda inson o'zgarsa jamiyat o'zgaradi degan bir ezgu fikrni, g'oyani ilgari surdik va bu fikrni tagida jamiyatimiz zamonaviy davlat bo'lishi uchun albatta fuqarolik jamiyati, insonlarni, fuqarolarni dunyoqarashi o'zgarishi, siyosiy tafakkurini o'zgarishini ustuvor vazifalarimizdan biri sifatida ko'rganmiz. Bunga qanday erishiladi? Bu albatta mamlakatni ta'lim-tarbiya tizimini isloh qilish, bolalar bog'chasidan boshlab maktabda davom etadigan, qolaversa poydevor maskan hisoblangan oiladagi muhitni o'zgartirish kabi muhim vazifalarni bartaraf qilish uchun qonunchilikdagi, qonunosti hujjatlaridagi juda katta masalalar bo'yicha o'z takliflarimizni tayyorlab dasturimizga kiritganmiz. Mana bugun sarhisob qiladigan davr. Biz o'shanda oldimizga maqsad qilgan vazifalarni juda ko'p qismiga, 90% dan ortiq deb men bemalol ayta olaman, biz erishdik. Bugun mamlakatimizda ta'lim-tarbiya masalasi islohotlarning eng asosiy maqsadiga aylandi. Bugun mana byudjetimizni asosiy yo'nalishlari ayrim davlatlar o'sha harbiy xarajatlarni ustuvor vazifa qilib belgilagan paytda O'zbekistonda asosiy ustuvor vazifa bu ta'lim-tarbiya sohasidagi islohotlar bo'lyapti. Aynan shu sababli biz o'ylaymizki, mamlakatimizdagi ta'lim-tarbiyaga bo'lgan munosabat mamlakatimiz kelajagini yaratadi va dasturimizning asl maqsadi ham shu edi. Shu sababli men bemalol baralla aytishim mumkin, biz 2019-yil saylovlarida saylovchilarimizga bergan ustuvor maqsadlarimizni haqiqatdan saylovchilarimizni oldida yuzimiz yorug' ayta olamiz. Albatta bu yerda barcha masalaga erishildimi degan savol bizni qiynaydi. Yo'q. Biz kelgusi mana shu 2024-yilda bo'ladigan saylovda ham aynan shu maqsadlarimizni davom ettirishni xohlaymiz. Chunki hali juda ko'p muammolar bor bu sohada. Qilingan ishlarni juda ko'p bo'lishiga qaramasdan, juda ko'p masalalar bor, hal etilishi kerak bo'lgan juda ko'p masalalar bor. Masalan, ta'lim to'g'risidagi qonunni hali ko'p isloh qilish kerak va juda ko'p masalalarni u yerda o'zgartirish kerak deb hisoblaymiz. Mana pedagoglar maqomi to'g'risidagi qonunni biz qabul qildik. Bu qonun kuchga kirdi, lekin pedagogning maqomi tom ma'noda o'zgardimi degan masalaga masalan biz hali baralla ha deb javob bera olmaymiz. Demak, hali bu masalada qiladigan ish ko'p. O'qituvchilarni faoliyatiga baho berish tizimini hali biz yarata olmadik. Hali bu masalada yetarli darajada muammolar bor. Umuman pedagoglarni yangi avlodini tayyorlash masalalari bo'yicha juda qaror mustahkam va muqim samarali qarorlar qabul qilish zarurati bugun kun tartibida turibdi, lekin hali bu bo'yicha ham qilishimiz kerak bo'lgan ishlar bor. Hali bolalar bog'chasida ehtimol qamrov darajasi oshib borayotgandir, lekin bolalar bog'chasini ichida mazmun mohiyatini biz hali o'zgartira olmadik deb hisoblaymiz va bugun masalan 30 nafar bolaga bitta oliy ma'lumotli pedagogni to'g'ri kelishi yoki o'sha bolalarni eng muhim tarbiya ko'radigan davrida hali shug'ullanish kerak bo'lgan pedagoglarni maoshlarini yetarli jozibador emasligi kabi masalalar bizni albatta qiynaydi va biz 2024-yildagi saylovoldi dasturimizda aynan shu maqsadlarimizni to'la ro'yobga chiqarish uchun faoliyatimizni davom ettirmoqchimiz. Rahmat. Saylovdagi g'alabani bevosita deputatlarning kuchliligi, ya'ni ularning bilimi, dunyoqarashi, xalqqa yaqinligi belgilaydi. Xo'sh, Milliy tiklanish partiyasi deputatlarni saralashda, ularni nomzodini berishda nimalarga e'tibor qaratdi? Partiyani tashkil etilgandan buyon bir yaxshi tizimi bor. Partiyada biz bir fikrni baralla aytamizki, partiyaga kirish bor, lekin chiqish yo'q. Masalan, partiyani turli toifalardagi deputati bo'lib ishlash mumkin, partiyaga a'zo bo'lib kirish mumkin yoki partiyani faoli bo'lish mumkin. Bularni barchasi partiyamizni faollari hisoblanadi va muntazam partiyamiz tomonidan tahlil qilib boriladi. Bularga qo'shimcha ijtimoiy faol bo'lgan fuqarolarimiz ham. Partiyada demak o'sha eng yuqori organimiz hisoblangan qurultoyni
qoshida ekspertlar kengashi bor. Bu ekspertlar kengashimiz bizni partiyamizni eng hurmatli insonlari, oqsoqollari, ta'bir joiz bo'lsa, oqsoqollari. Mana shu ekspertlar kengashi partiyamizni faollarini muntazam tahlil qilib borishadi. Amaldagi deputatlarning faoliyatini tahlil qilib borishadi va quyidagi boshlang'ich partiya tashkilotlarimiz, tuman tashkilotlarini huzurida ham aynan shu ekspertlar kengashlari, ularning ham oqsoqol kengashlari bor. Ular orqali maslahatlashuvlar bilan partiyamizni eng faollari orasidan biz qaysi yo'nalishda deputatlikka taklif qilishimiz mumkin degan masala bizni saylov tugagan kunini ertasidan boshlanadi va butun chaqiriq davomida hamma o'zini ishini qiladi. Masalan, fraksiya agar o'sha partiyani oldiga qo'ygan saylov oldi dasturini bevosita qonunchilikda aks etish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ekspertlar kengashi o'sha saylov tugaganning ertasidan boshlab, demak, o'sha partiyamizning faollarini muntazam muhokama qilib, keyingi saylovlarda masalan kimlarni qaysi nuqtalarda ilgari surish mumkin, kimlarni qayerlarda samarali foydalanish mumkin degan masalalarni doimo o'ylab borishadi. Mana shu harakat bizga doimo Qonunchilik palatasiga bo'lgan saylovlarda, mahalliy kengashlarga bo'lgan saylovlarda nomzodlarni topishimiz uchun asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Demak, ular shakllanib boradi. Muntazam shakllanib boradi. Bu partiyani tashkil etilgan kunidan boshlab aynan shu tizim ishlaydi. Endi deputatlar saylandi ham, xalq tanlab oldi. Masalan, Milliy tiklanishdan, boshqa partiyalardan ular endi xalq bilan muloqot qilish kerak, yaqin muloqot qilish kerak. Partiya raisi sifatida ularning muloqotlari o'tgan saylovlardan keyin qanchalik yaqinlashdi xalqqa? Umuman o'zgardimi? Deputatlarimizni dunyoqarash, deputatlarimiz xalqqa yaqinlashdimi? Qanday tashabbuslarni ular amalga oshirdi? Mana bilasizmi, deputatlarni faoliyatiga baho berayotgan paytda saylovchilar muhim bir jihatga e'tibor berish kerak. Saylovchilar ikkita vakillik organiga deputat saylashadi, ya'ni o'z vakillarini saylashadi. Bularni birinchisi parlamentga, ya'ni yuqori qonunchilik palatasiga bo'ladigan bo'lsa, yana ikkinchi qismi mahalliy vakillik organlariga bo'ladi. Mana shu yerda aholini bevosita qiynaydigan ijtimoiy muammolarni juda ko'pchiligi tuman darajasida, tuman deputatlari kengashi darajasida yoki viloyat deputatlari kengashi darajasida hal bo'ladigan masala va bu ularni vakolati doirasidagi masala. Masalan, bir tumandagi elektr energiyasi bilan bog'liq bo'lgan masala yoki yo'llarni asfalt qilish yoki maktablar qurish, o'sha tumanda yashaydigan aholini qiynab kelayotgan maishiy ijtimoiy muammolarni yechimi tuman xalq deputatlari kengashi tomonidan tuman rahbariyati hisoblangan tuman hokimiyati oldiga vazifa sifatida qo'yilishi va ularni shu tuman byudjeti orqali bartaraf etilishi imkoniyati bor. Ya'ni bu ularni, ya'ni tuman kengashi deputatlarini vakolatidagi masala. Qonunchilik palatasidagi o'tirgan deputatlarni xalq qonunchilikda bizni fikrimiz aks etishi kerak degan ma'noda saylaydi. Ya'ni bevosita mamlakat hukumati hisoblangan Vazirlar Mahkamasi faoliyati, byudjet taqsimoti, qonunlar qabul qilish kabi masalalarda xalq vakili sifatida qonunchilik palatasida o'tirgan deputatlar birinchi o'rinda aholini qiynayotgan maishiy ijtimoiy muammolar bilan emas, balki davlatni taqdiriga ta'sir qiluvchi o'sha qonunchilik hamda byudjet taqdimoti kabi masalalarda o'z so'zini aytish kerak. Va saylovchilar kimdan nimani so'rash kerak degan masalada aynan shu jihatdagi farqlilikni bilish kerak. Albatta, Qonunchilik palatasining deputatida ham saylovchilarning murojaati asosida vakolatli bo'lgan idoralarga masala bo'yicha o'z nuqtai nazarini qaratib murojaat qilish huquqi bor. Lekin ularni bartaraf etish bo'yicha so'rov chiqarish va ularni ijro etilishi bo'yicha nazorat qilish kabi masalalarda vakolatlar cheklangan. Aynan shu nuqtai nazardan kelib chiqib, saylovchilarimizni siyosiy dunyoqarashi bilan birgalikda o'sha huquqiy savodxonligi masalasi takomillashib borgan sari saylovchilar bugun Qonunchilik palatasi deputatiga qonunchilik bo'yicha takliflarni berish va hukumatga bo'lgan e'tirozlarni deputat orqali amalga oshirish, o'zini o'sha kundalik maishiy muammolar bo'yicha bevosita mahalliy kengash deputati bilan birga ishlash tajribasiga mana bu chaqiriqda sekin-sekin o'rganish boshlandi va ishonchim komil, oldimizdagi saylovlarda o'sha zukko saylovchilarimiz parlament, umuman vakillik organlaridagi o'z vakillaridan samarali foydalanish bo'yicha yetarli tajriba va imkoniyatlarga ega bo'lishadi deb o'ylayman. Yuqorida deputatlarni nomzodini ro'yxatga olish haqida gapirdik. Tasdiqlanish jarayonlarida partiya ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni, ya'ni jamiyatda to'siqsiz muhit yaratish bo'yicha ham qandaydir tashabbuslarni ilgari surdimi o'zining ichki yig'ilishlarida? Partiyani bugun jamiyatimizda
saylovchilarimizni bezovta qilayotgan barcha masalalar albatta bezovta qiladi. Biz ularni yechimlari bo'yicha o'z takliflarimizni tayyorlaymiz va bu jarayon o'zimizni saylovoldi dasturimizda aks etadi. Aholini ijtimoiy ko'makka muhtoj bo'lgan qatlamini muammolarini bartaraf etish bo'yicha partiyamiz saylovchilarga ko'p nuqtadan yoqmasa ham o'sha dardni shifosi og'riqli bo'lishi fikriga sodiq va bizni takliflarimiz saylovchilarimizga ayrim nuqtalardan ularni tanqidiga hatto sabab bo'lsa ham, lekin biz jamiyat taraqqiyoti, mamlakatimizni qudratli bo'lishi uchun bu muammolarni aynan shu yo'llar bilan bartaraf qilish kerak deb hisoblaymiz. Mana yuqorida aytib o'tganimdek, o'sha aholini ijtimoiy ko'makka muhtoj bo'lgan qatlamlariga baliq emas, qarmoq berish siyosatini biz qo'llab-quvvatlaymiz va aholini o'sha qobiliyatli qatlamini qo'llab-quvvatlash, ularni o'sha rivojlanish uchun o'z hissasini qo'shish imkoniyatlarini qo'llab-quvvatlash kabi masalalarni muhim masala sifatida doimo e'tibor beramiz. Mana biz ta'lim-tarbiya masalasini ustuvor vazifa sifatida belgilayapmiz va mamlakat kelajagi aynan ta'lim muassasalarida, tarbiya maskanlarida hal bo'lishi haqidagi fikrimizni bitta misol keltirib aytishim mumkin sizga. Mana bu safargi saylovoldi dasturimizda bir narsaga alohida urg'u berib ko'rsatyapmizki, maktablarda 7-sinfdan boshlab bolalarni undagi qobiliyatiga qarab alohida tabaqalashtirilgan holatda o'qitish zaruratini ilgari suryapmiz. Bu 7-sinfgacha bola umumiy poydevor, fundamental bilimlarni olgandan keyin unda ilmga bo'lgan salohiyat yuqorimi yoki sportchilik qobiliyati yaxshimi yoki hunarmandlik xususiyatlari yaqqol ko'rinib turibdimi yoki tadbirkorlik xususiyatlari ko'rinib turibdimi? Maktab bu pedagoglar maskani, psixologlar maskani. Bolani o'sha taraqqiyotiga to'g'ri baho bera olishi va mana shu 4 ta yo'nalishdan birida bolani qobiliyati ustuvorligini belgilagan holda maktabni 7-sinfdan keyingi davrini barchasini bolani keyingi hayotga tayyorlash nuqtai nazaridan aynan o'sha qobiliyati kuchli bo'lgan tomonga yaxshiroq e'tibor berishi va qo'llab-quvvatlashi kerak. Ana o'shanda biz maktabni tugatgan bolalarni 90% oliy ta'lim muassasalariga borib hujjat topshirishi degan bir masaladan masalan yechimini topishimiz mumkin. Bugun maktablarimiz bizni oliy ta'limni hayot-mamot masalasi sifatida bolani ongiga singdiryapti. Vaholanki hayotda baxtli yashash uchun oliy ta'lim diplomi talab qilinmaydi. Inson hunarmand bo'lib ham boy bo'lishi mumkin. Tadbirkor bo'lib boy bo'lishning esa millionlab misollari bor. Sportchi bo'lib masalan o'z maqsadlariga erishish mumkinligi haqida ham namunalar bor. Aynan shu sababli maktab bolani oliy ta'lim muassasasini imtihoniga emas, balki hayotga tayyorlash kerak degan fikrni ilgari surgan holda biz aytayapmizki, o'sha 7-sinfdan boshlab bolani qobiliyatini, uni ota-onasi kim, uni sharoiti qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar hayotga tayyorlashida aynan shu konsepsiyaga rioya qilish kerak. Ana o'shanda biz kelajakda o'zini sevgan ishini qilayotgan bir fuqaroni ko'ramiz. Olimlikka qobiliyati bo'lgan odamni ehtimol puli bo'lmasligi mumkin. Lekin konstitutsiyamizda biz bu masalani taklif qilib kiritdik. Qobiliyatli bolalar davlat himoyasida ekanligini. Ya'ni qobiliyatli, lekin mablag'i yo'q. Davlat bundaylarni o'qitib oladi kerak bo'lsa. Hatto mana o'sha ijtimoiy davlat bo'yicha fikrimizni ham men sizga aytganimda shuni alohida urg'u berib aytdim. Mamlakatimizning boylari saxovatli bo'ladi va mana shunday qobiliyatli bolalarni kerak bo'lsa o'sha homiylik orqali o'qitib olish imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Bu muhimligi shundaki, qobiliyatli bolalar o'z maqsadlariga erishish uchun ilm maskanlari, oliy ta'lim muassasalarini tanlasa, sportchilik qobiliyati va imkoniyatlari bo'lgan bolalarimiz sport yo'nalishi bo'yicha o'zini omadini sinab ko'radi. Hunarmandlik qobiliyati bo'lganlar mashhur hunarmandlar bo'ladi va o'zimizning qadriyatlarimizni butun dunyoga doston qiladi. Tadbirkorlik qobiliyati bo'lgan bolalarimiz esa albatta o'sha maktabni bitirib chiqqandan keyin agar birinchi startap uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga erishadigan bo'lsa, o'zini tadbirkorlik faoliyatini muvaffaqiyatli boshlab ketishga va mamlakatimizni taraqqiyotiga hissa qo'shadigan o'sha yirik soliq to'lovchilardan biriga aylanishga imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu mamlakatimizni taraqqiyotiga hissa qo'shadigan muhim qarorlardan biri sifatida dasturimizda alohida o'rin egallagan vazifalardan biri. Demak, milliy tiklanishning o'sha to'siqsiz muhitni jamiyatda yaratish bo'yicha ham o'zining original yo'nalishlari bor ekan. Aynan qadriyatlarga tayangan taraqqiyotni muhim vazifalaridan biri jamiyatdagi to'siqlarni bartaraf etish. Lekin to'siqlarni tartibsiz bartaraf etish emas, o'sha aynan belgilangan mezonlar va to'g'ri yo'nalish bo'yicha to'siqlarni bartaraf qilish kabi masalani biz yechimini aynan sizga yuqorida aytib o'tgandek ko'ramiz.
Savollarimiz shular edi, lekin sizda imkoniyat bor, saylovoldi yurtdoshlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Bugun butun dunyo o'z qadriyatlaridan uzilib qolishni azobini yashamoqda. Bugun rivojlangan dunyo huzur halovat uchun faqatgina iqtisodiy to'kinlik yetarli emasligiga guvoh bo'lmoqda. Aynan shunday bir muhitda O'zbekistonimiz buyuk davlatchilik tarixiga ega bo'lgan va o'zini ming yillab qadriyatlari, ming yillab o'zini urf odatlari, an'analariga ega bo'lgan bir davlat sifatida, bir xalq sifatida rivojlanishni yangi bir bosqichida turibdi. Mana shu bosqich mamlakatimizni yaqin 100 yilliklarni ichida qanday bo'ladi va qayerda bo'ladi kabi masalalarni hal qilib beradi. Parlament saylovlari mana shu muhimliklarni e'tirof etish va tegishli qarorlarni qabul qilishda bevosita har bir fuqarolarimizni ishtirokini ko'rsatib beradi. Men mamlakatimizni har bir fuqarosiga murojaat qilib aytmoqchi edimki, mamlakatimizni taqdiriga bee'tibor bo'lmaslik kerak. Mamlakatimizni taqdirini hal qiluvchi bu saylovlarda albatta o'z fikrlarini aytishlari va O'zbekistonimizni taraqqiyotiga hissa qo'shishlarini so'rab qolgan bo'lardim. Samimiy suhbat uchun rahmat va yurtdoshlarimiz uchun ham foydali bo'ldi. Ya'ni partiyaning asosiy saylovoldi dasturlarini siz gapirib o'tdingiz. Sizga rahmat kattakon. Rahmat.